Hurmatli do'stlar, bugungi darsimizda multi-levelning task 1, writing task 1 qismiga aloqador bo'lgan, demak, savolni ko'rib chiqamiz. Ushbu savolimiz haqiqiy imtihonga tushgan savollardan biri sanaladi. Uni bajarish jarayonlari va qanaqa qilib C1 olish yo'llarini bittama-bitta tahlil jarayonidan o'tkazamiz. Demak, savol quyidagi ko'rinishda. You took part in a school talent show last week. O'tgan hafta siz iqtidorlar showsida maktabda ishtirok etdingiz. Now the school coordinator has sent you a message. Hozir sizga maktab koordinatori sizga xabar yo'llayapti. Dear student, thank you for participating in the school talent show. Hurmatli talaba, demak, maktabdagi iqtidorlar showsida ishtirok etganingiz uchun rahmat. We would love to hear your feedback. Biz sizning feedbackingizni eshitishni istaymiz. What did you enjoy most about the show? Birinchi savol quyidagicha. Showda eng rohatlangan narsangiz nima bo'ldi? And how do you think we could make it even better next time? Keyingi safar biz nima qilsak yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Ikkinchi savol bu. Qanday fikrdasiz mana shu borada deyapti. Endi task 1 ning bir qismida informal letter yozamiz. Write a letter to a friend about the event. Tadbir borasida do'stingga xat yo'lla. Say what you enjoyed and what could be improved. Rohatlangan narsang haqida ayt va nimani yaxshilash mumkinligi haqida so'zlab bering. Demak, quyidagicha yoritdim. E'tibor qaratamiz. Hey John, guess what? Bilasanmi? Misol uchun bu yerda qarang, kirish jarayoniga qanday shaklda foydalanyapman. Guess what? Bemalol mana shunday so'zlardan ishlatsangiz bo'ladi. Salom John, bilasanmi? I recently took part in the school's talent show. Yaqinda men maktabdagi iqtidorlar showsida ishtirok etdim. And it was absolutely amazing. U ajoyib bo'ldi. Mutlaqo ajoyib bo'ldi. Absolutely so'zi ravish sifatining oldida bo'ltirib kelyapti. Everyone was thrilled. Hamma hayajonda edi. Thrilled degani hayajonda degani. Especially watching the acrobatic performance and the acting by the students. Akrobatik ijrolardan va talabalarning o'sha rollarni ijro etishidan hamma hayratda edi. Eng rohatlangan jarayonlarni aytib o'tib ketyapmiz. They were just incredible. Ular shunchaki ajoyib edi. I think it would be even better if next time the school invited more people from outside, not just members. O'ylaymanki, keyingi safar agar maktab ko'proq odamlarni tashqaridan taklif etsa, shunchaki a'zolarni emas, tashqaridan ham ko'proq odamlarni taklif qilganda yaxshiroq bo'lardi. Mana bu yerda demak bitta xatolikka yo'l qo'yibmiz. Bu yerda o'zimni yoritishim kerak edi. I was thrilled bo'lish kerak edi. I was thrilled bo'ladi. Men hayratda edim, ayniqsa akrobatik shoularni ko'rishdan va talabalarning ijro rollarini ko'rishdan hayratda edim. Demak, bu birinchi savolga javob bo'lyapti. Keyingi safar qilinish kerak bo'lgan narsa, men maktabdan xohlardim ko'proq odamlarni tashqaridan taklif etishni. Shunchaki a'zolarni, o'zini maktab a'zolarini emas, tashqaridan ham odamlarni chaqirishni istab qolgan bo'lar edim. Ikkita savolga ham javob beryapmiz va yakunlayapmiz. Toksun, tez orada ko'rishguncha Muhiddin. Faqat ismni o'zini yoritamiz. 1-2 da xuddi shu savolga formal letter shaklda koordinatorga demak xat yo'llaymiz. Aytib o'tyaptiki, share your thoughts, fikrlaringni ulash about the event and suggest improvement. Ya'ni takliflaringni aytib o't, ko'rsatib o't. Demak, kirish jarayonida biz kimga yo'llayotganimiz aniq, koordinatorga. Shu sababdan dear koordinator so'zi bilan kirib boramiz. Undan keyin birinchi badida biz tashakkurnoma shaklda yoritib berishimiz kerak. Mana bunday ko'rinishda. Thank you for your message, requesting my feedback. Onda har doim mana shu so'zni o'zi bilan kirib borsangiz bo'ladi. Mana bu demak barchasiga tushib ketaveradi. Siz mening feedbackimni so'rab yo'llagan xatingiz uchun, xabaringiz uchun rahmat. On the show held on the school premises last weekend. O'tgan hafta maktab hududida bo'lgan, premises degan hudud degan, bo'lib o'tgan show borasida, on degani show degan, o'sha borasida degan. Both the participants and the audience truly enjoyed the event and gained valuable experience from it. Ham ishtirokchilar ham sahnadagi tomoshabinlar haqiqatdan ham truly, demak gaplarni ravish bilan boyitishimiz kerak. Tadbirdan rohatlandi va qimmatli taassurotlarni undan oldi. Valuable experience from it. Gain so'zi bilan beramiz. Gain experience
o'sha taassurot olmoq degani. Birinchisida tashakkurnoma va holat yuzasidan ma'lumot berasizlar birinchi badida. Ikkinchi badida berib sizga ikkita savol beriladi, birinchisiga javob berasiz. Also, I initially had some reservations about the show. I was genuinely fascinated by the students' acrobatic performance and which were highly impressive. Dastavval show borasida ozroq shubham bo'lsa ham, men genuinely degan really ga sinonim. Aslida fascinated by talabalarning akrobatik ijrolaridan hayratda qoldim. Fascinated by degani hayratda qoldim degani. Bu haqiqatdan ham juda ham ajabtovur edi. Highlight degan juda degani. The quiz segment was also remarkable and added great excitement to the overall program. Quiz qismi ham segment degan qism degan. Quiz savolnoma qismi ham, ya'ni savolnoma qismi ham juda ham ajoyib edi. Remarkable degani ajoyib degani. Ajoyib bo'ldi va umumiy tadbirga program degani o'sha eventni takrorlamaslik uchun o'rniga kelyapti. Umumiy tadbirga, dasturga ancha great excitement, ancha zavq shavq qo'shdi. I would be delighted to take part in future competitions organized by the school. Kelajakda maktab tashkillashtirgan musobaqalarda ishtirok etishdan men mamnun bo'lardim. Delighted to degani mamnun bo'lmoq degani. Mana bu so'zlardan foydalanib, demak birinchi badiga, asosiy badiga yakun yasaymiz birinchi savoliga javob bergan holatda. Endi biz taklif beramiz 3-badida. I would like to suggest that the school consider involving a wider range of participants rather than limiting the event to school members only. Men taklif etgan bo'lardim, maktab o'ylab ko'rish kerak. Consider degan o'ylab ko'rmoq, undan keyin o'zidan keyin ayinch oladi. Kengroq miqyosdagi odamlarni, ishtirokchilarni taklif etishini rather than ko'ra degani. O'sha tadbirni faqat maktabning a'zolarigagina cheklabgina qolmasdan ko'proq ko'lamdagi odamlarni o'z ichiga qamrab olish kerakligini o'ylab ko'rishini men taklif etgan bo'lardim. Additionally, buning ustiga, ya'ni ikkinchi taklifim ma'nosida ketyapti. It may be beneficial to organize a competition based on the participants' knowledge levels rather than solely by age groups. Buning ustiga musobaqani ishtirokchilarning bilim darajasiga qarab, ya'ni faqat yosh guruhlariga qarab emas, balki ishtirokchilarning bilim saviyasiga qarab ham belgilasa ancha foyda keltirgan bo'lar edi. Bu esa ikkinchi taklifim. Ikkita taklifga ko'ra men demak badilarni yakunlayapman. Undan keyin oxirida conclusion qismi. I hope you will take these suggestions into consideration. Men umid qilaman sen bu takliflarni o'ylab ko'rasan. Take into consideration degan inobatga olmoq, o'ylab ko'rma. Implement appropriate measures. Implement measure chora ko'rmoq, appropriate muvofiq choralarni ko'rasan. To further yanayam degani yanayam. Enhance the appeal and inclusiveness of future shows. Kelajakdagi shoularning ajabtovurligini va nimasini, jilosini oshirish maqsadida ushbu choralarni ko'rasan degan umiddaman. Sincerely Muhiddin Qodir. 187 ta so'z bilan demak C1 darajadagi tasvir bo'limini yakunlayapmiz. Mana ko'rib turganingizdek, asosan bu yerda g'oyaning aytilgan savolga berilgan g'oyalarga va grammatikaning sodda ko'rinishiga urg'u berib ketganman. Gaplarning bir-biriga mazmun jihatdan bog'langanligiga ham alohida urg'u berib ketishingiz talab etiladi. So'zlarni demak belgilangan miqdordan ozroq o'tdi, lekin so'zning minimalni va maksimalni belgilangan miqdori deyarli yo'q. Ko'pchilik aytadi, mana bu yerda 120 tadan o'tkazmasligingiz kerak deydi. Lekin o'tkazsangiz ham sizga zarar bo'lmaydi, lekin bitta no tarafi bor. So'zlar soni ko'paygan sayin xatolar soni ham ko'payib boradi. O'shaning uchun 120-150 ta atrofida so'z bilan 1-2 qismini formal shaklda yakunlashingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. 1-2 ni 7 ta qismdan iborat qilasiz va 1-1 ni ko'rib turganingizdek 4 ta qismdan iborat qilasiz. Salomlashuv, asosiy badi, xayrlashuv va ism oxirida. Mana shu 4 ta qism bilan yakunlaysiz. Bugungi darsimiz haqidagi qisqacha xulosalarimiz va ma'lumotlarimiz tasvir haqida do'stlar